boshlasak. Quvonchdan baxt tomon talpinar yurak. To'y tomosha bu albatta tinchlikdan darak. Shodlikka to'ldiring bugun baxt ostonasini. Yashirmang ko'ngilda ne bo'lsa istak. Do'styor birlashing, bo'ling bir bilak. Har mehmon azizsiz o'rningiz bo'lak. Dunyoda eng katta yaxshilik nima bu? Bitta shirin so'z, albatta bir ezgu tilak. Assalomu alaykum. Bugun shunday shirin so'z va ezgu tilaklardan nur yog'ilib turgan davramizga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Avvalo barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun yaratgan nasib qilgan mana shunday chiroyli sanada. Demak, muborak yakshanba sanasida bugun sog'liq salomatlikda, xotirjamlikda eng avvalo yorug' yuz bilan diydorlashganimizdan juda mamnunmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Bilamizki, bugun barchamiz ham bugun bor yumushlarni bir chetga surib, mana shunday xonadonni yaxshi kuniga shoshildik. Maqsad esa yagona. Bugun shu xonadonni yaxshi kuniga sherik bo'lib, oz bo'lsa-da o'zimiz uchun ham bir xorliq chiqarib, chiroyli bir tantanani birga nishonlash. Demak, bugun siz bizga mana shunday onlarni taqdim qilayotgan xonadon ahli, avvalo aytamizki, bugun Jumayevlar ahlida katta xursandchilik. Mana shu xonadonga, Jumayevlar xonadoni ahliga to'ylar, bugungi xursandchilik kunlar muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz va chin qalbdan qutlab qolamiz. Qolaversa aytamizki, bugun mana shu xonadonda katta xursandchilikni asl qahramonlari va bir qator insonlar bugun barchamizni e'tiborimiz markazida. Demak, avvalo bugun eslab o'tamiz va tilga olib o'tamizki, mana shu davrada bosh bo'lib yurgan mana shu bir qator onaxonlarimiz bor ekanlar. Ya'ni bugun Shahruzaxon onamiz hamda Halimaxon onamiz, onaxonlarimiz boshligida bugun shu xonadon katta bayramga mezbonlik qiladi va bugungi mana shu to'yda yana bir qator insonlari, bugun Ulug'bek akamiz hamda Barnobamizda farzandlarining yaxshi kunlari. Avvalo xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin va shu to'yni bugun yaqqol qahramoni ushbu xonadonning qizlari, singlimiz, davramiz kelinchagi bugun Sevinch Bonuni misol onaga bag'ishlangan ajoyib bir tantanaga guvohimiz. Avvalo bugun mana shunday ajoyib damlarda davramiz sababchisi bo'lmish Sevinch Bonuga bugun katta hayot ostonasida ekan, o'zini umr yo'llarini kuyovimiz bo'lmish Farruxjon ukamiz bilan bog'lar ekan. Demak, yoshlarimizga yaratganning nazari tushib, ularni bugun umr yo'llari tutashmoqda. Sevinch bilan Farruxga albatta nima deymiz? Ko'pni qatorida qo'limiz duoda. Ilohim yoshlari qo'sha qarasin, baxtli, saodatli bo'lsin. Ko'pni qatorida kelasi shirindan shirin farzandlar ko'rsin. O'zlari o'ylagan barcha ezgu xayrli niyatlariga ilohim butun hayot davomida Parvardigorning o'zi yoshlarimizni yetkazsin deb qolamiz. Va mana shu chiroyli tilaklarimiz bilan bugungi tantanamizni rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Mehmonlarga esa xush kayfiyat tilaymiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Endi esa dasturxonlarga marhamat qilasizlar. Bugun to'y ekan, bugun xursandchilik. Albatta bugun oz bo'lsa-da shu dargohda jamiljanmiz. O'ylaymizki, bugun chiroyli, ajoyib bir tantanani guvohi bo'lamiz. Yaqin soatlar esa barchamiz uchun o'zgacha bir ko'rinish oladi. Bugun biz ham nasibamiz qo'shilib mana shu xonadonda xizmatda bo'lish nasib qilib turgan ekan. Imkon qadar do'stlarimiz bilan, ijodiy jamoamiz bilan sizlarni ko'ngillaringizni zabt etish uchun eng sara chiqishlarni havola etib boramiz. O'ylaymizki, oz bo'lsa-da bugun sizlarni qalbingizga huzur bag'ishlaymiz. Buning uchun esa yosh xonanda do'stimiz, hamkasbimiz Umidjonni davramizga, ya'ni sahnamizga taklif qilsak-da, chiroyli qo'shiqlarni sizlar tomon yo'llashni boshlaymiz azizlar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar.